Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, tövende ümmet serhilleri huzurunlarda. Musa aleyhisselamның anısı. Biz Musa'nın anısı vahiy bilen bildirdik ki, Qasas suresi 7. ayetin bir kısmı. Ben burun Kur'an'ın nima uchun Musa aleyhisselamның qissasini birma-bir tafsila bayon qilganligidan hayron qolatdim. Darvaqa Musa aleyhisselamның ismi Qur'onda 34 surada 136 qatim tillangan bo'lib, Alloh taolo mazkur surlarda uning tug'ilganlik qissasidan tartib, toki uning Allohning dushmani Fir'avn ustidan g'alaba qozonganligi va Bani Isroilning gadankeşlari bilan o'tgan ochiq hikoyalargacha uning butkul hayoti bosqichlarini bayon qilgan. Musa aleyhisselamның Taha suresidagi tilimdan kekeşlikni ko'tarib etgan degan duosini o'qitib, ko'nglimga shu keldiki, Alloh taolo bir ilohiy haqiqatni isbotlash uchun Musa aleyhisselamni o'zining kitobida tafsiliy tilga balki tehi o'zining yuksak zoti bilan gaplashishga tanlagan bo'lsa kerak. Bu haqiqat bo'lsa-mu, insonning buyukligi ba'zir o'ylab olgandek tilning fasohatlik, so'zning shirin va ro'shan bo'lishiga yo'shirilmasdan, balki insonning hareketlariga yo'shirilganligidir. Chunki Musa aleyhisselam tili ig'ir, fasahati tuvan kishi edi. Fasahat egisi Allah shuncha ulug' va yuksak turib uning so'z qildi. Mana bu Musa aleyhisselamning qissasining shunchalar tafsiliy bo'lishining sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Lekin men ishongan bir narsa bor. U bo'lsa-mu Musa aleyhisselamning qissasi ummat qurib chiqish va yigitlarni yetishtirib chiqish qissasidir. Musulmonlar har qancha uzoq tushkunlikka yo'liqqan taqdirdami, ularning Musa aleyhisselamning qissasidan tirilish yo'llarini topib chiqish uchun Alloh taolo ularga bu qissani tafsiliy bayon qilishni xohlagan. Chunki Musa aleyhisselam va Fir'avn qissasi har qanday zamonda Allohning o'zining izilgan bandalariga yordam qilganlik qissasidir. Ana shu qissa azaldan tortib Allohning mahluqotlar orasida joriy bo'lgan qonuniyatdirki, uning xulosasi zulm va tajovuzchilik zamoni qanchalik uzrab ketsin, Alloh taolo patiqinda izilganlarning qo'lidan tutib, ularni zolimlardan ustun qiladi. Zolimlarning zimini va diyorlariga ularni varis qiladi. Shunga qissaning boshida mu'minlarning ibrat olishi uchun Alloh o'z payg'ambarini ushbu qissani ularga so'zlab berishga buyurib, bunday degan: İman etqan qavm uchun sana Musa va Fir'avn qissasini aqliq asosda o'qib beramiz. Qasas surasi 3-oyat. Endi sura Qasasning bir necha oyatiga quloq solaylik. Men bu oyatlarni islomiyatning mag'lubiyat va tushkunlik yillaridan keyin bosh ko'tarish qissasi deb qarayman. Tasimim. Bu ro'shan, ya'ni Qur'on oyatlaridir. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. İman etqan qavm uchun sana Musa va Fir'avn qissasini aqliq asosda o'qib beramiz. Shubhasizki, Fir'avn Misr zaminida zulmgarlikda haddidan oshdi. Aholisini bilaklarga bilib, ulardan bir toifini, ya'ni Isroilni bo'zaq qildi. Ularning o'g'illarini o'ldirib, qizlarini xizmatlash uchun tirib qoldirdi. Fir'avn haqiqatan buzg'unchilardan edi. Qasas surasi 1-4 oyatlar. Ondan shunchalar tajovuzchilik, mag'lubiyatlar va qorong'ulik zulmatlardan keyin Allohning nusrat buyrug'i keladi. Biz Misr zaminida bo'zaq qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Fir'avn va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Qasas surasi 5-oyat. Ijro qilish boshlandi. Alloh taolo o oyatlardan keyin bunday deydi: Musaning onasiga ilhom bilan bildirdikki, Qasas surasi 7-oyat. Musa aleyhisselamның anısı haqiqatan ümmetning uzun yillik mag'lubiyatlari va tushkunliklardan keyingi tirilishining asosi edi. Butun bir ummatni qurib chiqish faqat bir ayol bilan boshlangan. Balki insoniyat tarixida o'tgan eng so'ng jinoyatchi kuchning mag'lub bo'lishi osh ayol bilan boshlangan edi. İnsanlar to'nigan eng so'ng zo'ravon mustabidning mag'lub bo'lishi Nil daryosi qirg'og'idagi kichik bir uyda o'ltirgan faqir bir ayol bilan boshlangan bo'lib, mana bu yerda musulmon ayolning nusrat va g'alabini maydonga keltirishdagi roli ochiq namoyon bo'ladi. Alloh taolo ayol kishi orqali zaminda bo'zaq qilinganlarga marhamat qilishni, ularni yo'lboshchilardan qilishni iroda qildi. Alloh bilan qasamki, ayollarni kamsitadigan, haqoratlaydigan millat hargizmi mag'lubiyatdan beshni ko'tarolmaydi. Sen xorliq va tuvallikka ko'ndirgan ayoling sana faqat xor, past bolalar tug'ib beradi. Degandan kechikchi uradigan singling bo'lsa, u faqat turoqsiz, maydoni yo'q bolalarni yetishtiradi. Sen hurmat qilmaydigan onang bo'lsa, sana faqat chekinishing va mag'lubiyating uchun duo qiladi. Sen ilm elishdan to'sgan qizing bu ummatga arzimas ayollarning sepiga qo'shilgan arzimas va puchak odam bo'ladi xolos. Ey inson,
ayollarga yaxshilik qilgan, chunki ular mustahkam qurilishning va bosh ko'tarishning asosidir. Musa alayhissalomning onasining qissasi buningdan xeli burilib boshlangan bo'lib, aniqroq aytganda 300 yil yoki uningdan burunroq boshlangan. O'sha vaqtda bir karvon Falastin quduqlarining biridan bir balani tepib olgandan keyin Misr zaminida uni sanoqli bir qancha tanga arzon bahoda sotib etgan edi. Bu bala Yusuf deb ataladi. Shuning bilan Yusuf o'z vaqtidagi Misrni besolgan Hiksuslarning podshohlarining birining qo'lida qul bo'lib qoldi. Shuningdan keyin podshohga yaqin turadigan bir vazirga aylanib, oilasidagilarning hammasini podshohning inoyatida tinch amon yashash uchun Misrga keltirdi. Ularning hammasi Alloh taoloning payg'ambari va Isroil, ya'ni Allohning bandasi Yaqub alayhissalomning o'g'illari edi. Shuningdek ular Isroil avlodi deb atalgan. Lekin qiyinchilik buningdan necha yil keyin boshlandi. Fir'avn Ahmas birinchi maydonga kelib, Hiksos davlatini yo'qotdi hamda Yusuf va uning qarindoshlarining navralarini Misrni besolgan Hiksuslarga yordam bergich xoinlar deb qaraydi. Mana bu Fir'avnning Isroil avlodini chiqarib tashlashiga sabab. Bu dal Isroil o'g'li Yusuf yoki Yaqub o'g'li Yusuf alayhissalom bo'lib, Yusuf alayhissalomning qarindoshlari va ularning avlodlari Isroil avlodidagi 12 qabilani shakllantirdi. Muhimi Isroil avlodi toki Ramses II deb ataladigan Fir'avnlarning biri kelgunga qadar Misrda 300 yil xorlik va past turmushga rozi bo'ldi. Bu Fir'avn uchiga chiqqan qonxo'r jallod edi. U tushida Isroil avlodidan bir boq tug'ilganligini va uning hokimiyatini vayron qilib yo'qotganligini ko'rdi. Shuning bilan bu jallod Isroil avlodida tug'ilgan har qanday o'g'il boqning hammasini o'ldirishga buyurdi. İsrailliklarning azlab ketishi bilan ordudagi qullarning soni azlab ketgandan keyin Fir'avn o'g'il boqlarni bir yil o'ldirib, bir yil qoldirib qo'yishga buyurdi. O'ldirilmaydigan yili Isroil avlodidan bir ayol Yahudiylarning tarix kitobida Yukabit deb ataladi. Harun ismli bir o'g'il boq tug'di. Ondan o'ldirildigan yili u yana bir o'g'il boq tug'di-da, uningdan qattiq andish qildi. Shuning bilan Alloh taolo uningga ilhom orqali ajoyib bir ishni bildirdi. Alloh taolo uningga balani bir sandiqqa silib, Nil daryosiga tashlatishni vahiy bilan bildirdi. Natijada u balasini Nil daryosiga tashladi. Bu ulug' ayol Alloh taoloning buyrug'ini hech ikkilanmasdan bijaga keltirdi. Orqadan qizini sandiqni ko'zib taqishga avatdi. Sizningcha Musa alayhissalomning ojiz ko'rgan ajoyib ish nimada? Bu qiziqarli hikoyamizning oxirida yana ishlar bo'lganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insoniyatdagi eng ulug' ayollarning biri deb ko'rsatgan bir ayol bor. U zodi kim? Men insoniyat tarixidagi eng kuchli ayol deb qaraydigan bu qahramon ayol zodi kim? Manba Cihat Turbanining Mi'atun min uzma'u ummatil Islam g'ayyaru majrid tarix nomli kitobi. Tarjimada Erkan. Ümmet sarxillari. Tarixdagi eng kuchli ayol Asiya binti Muzahim. Allah iman etganlarga Fir'avnning ayolini misol qilib ko'rsatdi. Tahrim surasi 11-oyatning bir qismi. Ayollardan faqat Imronning qizi Maryam va Fir'avnning ayoli Asiya kamolatga yetgan. Hadis sharif. Gohida ayol kishi hayotini jahannamga aylantiradigan jinoyatchi erga mubtalo bo'lib qoladi. Afsuski, ba'zi chog'larda ayol kishi o'zining o'ri ekanligi, Allohning uni o'ziga ibodat qilish uchun yaratganligini unutgan holda dunyo oxiratning baxt saodati va dinini qurbon qilib, jinoyatchi erga bo'ysunib, uningga asir bo'lib qoladi. Lekin bu yerda Allohdan boshqasiga egilmaydigan jinoyatchi erlarning oldida xor yashashdan ko'ra o'limni a'lo biladigan, erlari, bolalari hatto har narsadan Allohni ortiq ko'radigan yana bir turli jasur ayollarim bor. Şübhəsizki, Allah subhanahu va taolo o'zi biladigan hikmat uchun qiyomat kunigacha mihroblarda o'qiladigan Qur'onda bizga qahramon Asiya binti Muzoyim bilan jinoyatchi eri Fir'avnning qissasini so'zladi. Men Alloh taolo bu qahramonimizning qissasini so'zlash orqali butkul insoniyatga bildirishni xohlagan muhim ikki savoq bor deb qarayman. Birinchi savoq umumiy insoniyat uchun, xususan ayol kishining rolini to'lan chog'laydigan erlar uchun. Bular bilish kerakki, zamin to'nagan eng kuchli zo'ravon hisoblanadigan zolimga qarshi turgan kishi bir ayol edi. Ikkinchi savoq insoniyatga umumiy, ayolga xosdir. Ey hemşirem, bilingki, eringiz har qancha jinoyatchi, hakavur va zolim bo'lgan taqdirda qo'rqmang, qayg'urmang. Muhimi mangulik baxt saodatingiz va diningiz uchun u gunohkor eringizga bo'ysunmangki, onangiz Asiya binti Muzohimni Alloh taolo sizning eringizdan qo'pol, zolim va hakavur er bilan sinagan. Allah bilan qasamki, men bu buyuk xonishaqqa deyishni maqsad qilib qalbim titrab ketdi.
Biz hazır söyümlük anımız Allah'ın razılığı erişkiçi ve Allah tarafından cennet bilen razı kılınğıçı takvadar mümin, berqarar, mezmut ve gururluk, halis, zahid, mübarek şehitimiz hakkı toxtuluvatımız. Biz hazır Adem atadan hazır kadar bolgan tarihteki zemin yüzü tanılgan en aşeddi zalimə karşı imanı bilen galbı kazangan batırımız hakkında dünyada Allah yaratkan insanlar içindeki en küçük bir ayalaka toxtuluvatımız. Biz hazır şairlarının sözleri tercümanı hatırlaştın aciz gelgeç, tercüme halini şairlarının Rabbi özünün kitabı öz sözleri bilen hatırlayan bir insan hakkında toxtuluvatımız. Biz hazır xanişlarının zinneti, xanımlarının xanimi, gururluklarının simvolu hakkında toxtuluvatımız. Asiye, Allah onun rahmet kılsın. Addi bir erinin emrediki addi bir ayal emas idi. Belki o addi hesapsız altın javahiratlar ülkede bolgan bir tacıdar xaniş idi. Biz zimindeki Allah'ın cenneti bolgan kadimi Mısır xanişlerden bir xaniş hakkında sözlavatımız. Asiye bint Muzahim muşlarının emmisini Allah yolu terk etti. Dervaqa, tarihteki en küçük ayal degan bu namni, bu pak ayalga tanlashimning siri, uning faqat zalim Fir'avn ustidan g'olib kelganlik emas, balki uning buyuk va kuchli bo'lishining siri, uning o'z nafsi ustidan g'olib kelganligidan deb qaraganligimdir. Bu batır ayal Fir'avnning qasrida to'lib toshgan oltin javohiratlarini tark etib, bu orqali Fir'avn millatining eng katta boyliklarini Alloh yo'lida qurbon qildi va o'z nafsi ustidan g'olib kelgandan keyin Fir'avn ustidan g'olib keldi. U haqiqatan kishilarga "Men sizlarning eng buyuk parvardigoringlar" degan zolimning ustidan g'olib keldi. Asiya bu orqali dunyosini oxiratiga sotdi. U sarayini tark etdi. U sarayini Allohga qo'shni bo'lish uchun va oyatlari ta qiyomatgacha o'qib turadigan Qur'onda Allohning uni butkul olamlarga o'rnak qilish uchun Allohning dargohidagi jannatdagi bo'lgan bir uyga almashtirdi. Asiya aslida bir arab malikasi bo'lib, Fir'avnning qavmidan emas edi. Uning to'liq ismi Asiya bint Muzahim ibn Ubayd Dayyan ibn Validdir. Uning nasabi arab yerim aralıq ərəblərinin puştuq tutuşudur. Onun dadisi Fir'avn dövlət dövrüdəki Mısır hakimiyyətiga bo'ysungan məmləkətlərinin biriga hökmranlıq qılatdı. Özara qudubacı buluş padişahlarının adı idi. Nəticədə Fir'avn onu əmrə aldı. Gerçi o toğmas bolsumu, Fir'avn onu başqa yerlərdən bekərək qalbi yaxın tutatdı. Allah'ın takdiri bilen Asiya Musa aleyhisselamның anısı Nilga taşlagan sandıqni ko'ribla qalbi uningga moyil bo'ldi. Biz endi Nil daryosiga qaytayli va anasi Nil daryosiga tashlayotgan ashu sandiqni kuzatish uchun qadam tashlab ketayotgan Musa alayhisolamning og'achini xayol qilayli. Musaning anasiga ilhom bilan bildirdikki, Musani emitgin, uning ziyonkashlik uchrashidan qo'rqsang, uni sandiqqa selib daryoga, ya'ni Nil daryosiga tashlagan. Uni halok bo'larmikin deb qo'rqmagan. Uning firoqidan qayg'urmagan. Uni sana cho'qim qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Fir'avnning oilasikilar Musani Nil daryosidan suzib oldi. Oqibat Musa ularga dushman va xafalik bo'ldi. Shubhasizki, Fir'avn, Haman va ularning qo'shinlari xatolashgan edi. Fir'avnning ayoli, "Bu bola menga va sana ko'z nuri, ya'ni xushallik bo'lsin, uni o'ltirmanglar, balki u bizga foyda yetkazar yoki uni o'g'il qilarmiz" dedi. Halbuki ular Fir'avnning va uning yordamchilarining halokatining Musaning qo'lida bo'lganligini uqmaydi. Musaning anasi Musaning Fir'avnning qo'liga tushib qolganligini anglab, asl-hushini yo'qotdi. Uning Allohning balini qaytirish va'dasiga ishonuvchilardan bo'lish uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balini oshkorlab qo'yg'ili tas qolgan edi. Anasi Musaning hamshirasiga xabarni o'qish uchun Musaga agashgan dedi. Hamshirasi Musani yiroqdan ko'rib turdi. Halbuki ular uni tuymaydi. O'z anasi kelishdan ilgari Musani enik onalarni emitishdan mahrum qilgan edi. Musaning hamshirasi, "Sizlarga Musani obdan boqadigan bir oyini ko'rsatib qo'yaymi?" Ular Musani ixlos bilan boqadi dedi. Anasining xushal bo'lishi, qayg'urmasligi va Allohning va'dasining haq ekanligini bilish uchun biz Musani uning qaytirdik. Lekin insonlarning to'lisi Allohning va'dasining haq ekanligini bilmaydi. Qasas surasi 7-oyatdan 13-oyatgacha. Alloh taolo bir oyatida shunday deydi: "Ular to'zoq qurdi, bizmi to'zoq qurdik." Halbuki ular tuymaydi. Naml surasi 50-oyat. Xuddi Musa alayhissalom Fir'avnning uyidan chiqqandek, ummatlarning tirishi mushu asos bo'yicha bo'ladi. Fir'avn o'g'li Musa deb atalgan Musa alayhissalom o'z millatini 300 yillik xor zabullikdan keyin qaytarish uchun chiqqandek, kim biladi, Alloh bu dinni qaytarildirgan kishini bu zamondagi islomning eng qattiq dushmanlarining uylaridan chiqaramdi tefe. Lekin biz o'zimizga tashlashimiz kerak bo'lgan bir savol bor.
Allohga qo'shilish uchun imayotgan bu o'qidan voz kechadigan Musa alayhissalomning onasidek birarsi bormi? Osiya bint Muzoyimdek biror sevchan ayol bormi? İpek körpülerge, altın yastıklarga adetlengen xanish Asiyaning nimalarga sabr qilganligini bilamsiz? Allah'ның düşmeni Firavun onunğa kafir buluş bilen azaplanish arasida tanlash berdi. Bu qahramon zo'r ishonch va kamil iman bilan kufrlikdan ko'ra azobni tanladi. Dünya uchun dinini setishga unamadi. Shunglashqa Firavun uni azoblashga shaxsan o'zi riyosatchilik qildi. Chunki uningga ayolining o'zining aqidasidan chiqib ketganligi va dushmaniga ergishib ketganligi ig'ir kelgan edi. Natijada u Osiyoning burun qoltiga qaytish uchun uni eng qattiq azob bilan azoblashga buyruq qildi. Lekin Osiyo sabr qilib, savob umid qilib, mo'min holatida chang turdi. Shuning bilan Firavun uning teniga qamchilarni yog'dirish uchun askarlarini uni yotqizib 4 qo'ziq orsiq bog'lashga buyurdi. Halbuki u o'zi uchirgan dardli azoblarga sabrchan va umidvor edi. Ondan jinoyatchi Firavun uning ko'kirkiga bir tugman tesh qo'yishga va u tugman teshining ustiga yo'g'on bir qo'ram tashlanishga buyurdi. Jazo ijro qilinishdan burun Firavun uning Allohga kafir bo'lish badaliga afu qilib tutganligini deb uningga qiziq keldi. Osiyo uningga mast nazar bilan qarab qo'ydi-da, ondan osmon qaradi va hayron qolarlik shunday bir duoni qildiki, u duoni tarixda bir ayol qilgan edi. Alloh iymon aytganlarga Firavunning ayolini misol qilib ko'rsatdi. O'z vaqtida u: "Ey Parvardigorim, dargohingda menga jannatda bir uy bino qilgin. Meni Firavundan va uning yomon amalidan qutuldirgin. Meni zolim qavmdan qutuldirgin" dedi. Nahr Tahrim surasi 11-oyat. Demak, bu qahramon ayol jannatdagi uydan burun Allohning dargohida Allohga qo'shni bo'lishni tanlab bir uyni deyishdan burun dargohingda dedi. U uyindan burun qo'shni obdan tanlagan edi. Natijada buyuk qahramon Osiyo bint Muzohimning tarixdagi ayollarning mutlaq eng buyuklardan bo'lishi uchun, jannat ahli sardorlarining biri bo'lishi uchun, jannatda turish uchun ruhiy farishtalar uningga qanotlari bilan soya tashlagan holda yaratquchining qishig'i o'rladi. Manba Jihad Turbaniyning Mi'atun min Uzama va Ummatul Islam g'ayyiru majrid tarix nomli kitobi. Tarjimada Yusuf. Ümmet sarxillari. İslam ümmeti ichidagi nomsiz qahramon Najoshi, Ashama ibn Abjar. Maqsadni tushunish uchun men bilan birga bu ajoyib qissani mulohaza qilib baqing. İskenderiya cherkoviga ergishadigan Afrika podshohlaridan biri bo'lgan bu Nasara podshoh hayotida azaldan ko'rib boqmagan bir arab payg'ambarga ishonib iymon etdi. Payg'ambar shahrining o'zidan bo'lgan bir arab kafir bo'lsa, payg'ambar va uning sahobalariga qarshi turish maqsadida bu Nasara podshohni ziyorat qilib kelib, kecha-kunduz o'z shahrida turib, ko'rib turgan payg'ambarning qulida emas, balki payg'ambarni asla ko'rib boqmagan ashu afrikalik podshohning qulida musulmon bo'ladi. Ondan bu odam islom qahramonlaridan bir qahramonga aylanadi-da, keyin dal eliqi podshoh musulmon bo'lishdan ilgari ergishadigan shirkov shaharni, ya'ni Iskenderiya shahrini fath qilib, uni ahlini islomga kirgizadi. Ashu payg'ambar bo'lsa Muhammad alayhissalomdir. Eliq arab kishi bo'lsa Amr ibn As radhiyallohu anhudir. Shu afrikalik musulmon podshoh bo'lsa Habashistonning podshohi Ashama ibn Abjardir. Allah onu barcha yaxshiliklar bilan mukofotlagay. Agar bu hayron qolarlik ilohiy o'rlashtirishdan o'zgachilik his qilgan bo'lsangiz, undaqda men bilan birga uningdan hayron qolarlik yana bir o'rlashtirishni mulohaza qilib baqing. Allah bilan qasamki, tövendagi qissaga nazar solgan kishi Allohning o'z payg'ambari tug'ilishidan ilgari uningga kerakli shart-sharoitlarni atrofliq o'rlashtirganligini his qiladi albatta. Mekke ve Arap qumluqlarından yiroq yerdagi Habashiston podshohligi hozirgi Efiopiya, Eritriya va Shimoliy Somali o'rmonliqlarida qorong'u kechalarning birida bir to'p suiqasdchilar Habashistonning podshohi Abjarni o'ldirib, orqadan boshqa birini podshoh qilib tiklaydi va o'ldirilgan podshohning bolasini qul qilib savdogarlarning biriga setib o'tadi. Yomg'irli kechalarning birida yangi podshoh sirtga chiqib qo'shinning o'rtasida turgan vaqtda tuyuqsiz osmonda hayron qolarlik shaklda chaqmoq chaqadi. Chaqmoq qo'shindagilarni so'qmasdan qo'shinning o'rtasidagi podshohni so'qidi. Ko'zni yumib ochqichi bo'lgan vaqt ichida podshoh yiqilib o'ladi. Shuning bilan Habashiston shaharlarini qalayimqanchilik qoplab ketadi. Ana shu chaqda ular Allohning la'natiga uchraganligini his qilishib, avvalgi podshohning o'g'lini taxtga qaytarib kelish uchun uni izlashadi.
ular bu şahzadening qul qilib setilish uchun Arab şəhərləri qarab mangmoqchi bo'lgan bir kemada ekanligini aniqlab, heliqi kema qo'zg'alishdan ilgari shahzodani topadi va uni qaytarib kelib podshohlik taxtiga o'ltirg'izadi. Qissadagi bu yigit Ashama ibn Abjar deb atalgan bo'lib, musulmonlarning orasida Najashi ismi bilan mashhur bo'lgan podshoh ana shudir. Najashi degan Habashistonga podshoh bo'lgan har qanday kishiga ishlatiladigan nomdir. Balkim Najashining zulmini o'chkirdigan bo'lib, cho'ng bo'lishi uning bolalik mezgillarida ko'rgan zulmlar sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun u kishilar orasida odilligi bilan mashhur bo'lgan edi. Shu jihatdan mushriklarning sahobalarga aziyat yetkizishi og'irlashgandan keyin Muhammad alayhissalom ularni Habashistonga hijrat qilishga buyurgan. Qurayshlar hijrat qilib ketganlarni qaytarib kelish uchun Najashining burunqi do'sti Amr ibn Asni avatgan. Lekin o'ylimga yerdan Alloh Najashining qalbiga iymonni ilhom qiladi. U iymon etgan bo'lsa-mu, qavmidan o'zining islomga kirganligini yo'shirdi. Bundaq qilishi hargizmi taxtning qo'ldan ketib qolishidan ansirganligidan emas, balki zamin yuzidagi musulmonlar sonining taxminan yarmini tashkil qilgan Habashiston zaminidagi musulmon panohlanuvchilarning xristianlarning hujumiga uchrashidan andisha qilganlik uchundir. Muhammad alayhissalom ularning Habashistonga hijrat qilishini maqsad ko'rishtirgan edi. Navoda mushriklar Muhammad alayhissalom va uning sahabalarini o'ltirib qolsa, İslam bayrog'ini ularning ko'tarish uchun payg'ambar alayhissalom ularni Habashiston zaminida 15 yil turg'izdi. Shunday bo'lganda Makkadagi musulmonlarga biror ko'ngilsizlik yetsa-mu, yer yuzidagi islom bayrog'ini ko'taradigan kishilar bor bo'ladi. Chunki mabodo Makkadagi musulmonlar kelmaslik uchrasa, ondan Habashistonda qolgan musulmonlarmi o'ldirilsa, islom oxirlashadi. Shunday bo'lib qolsa, zamin yuzida kim islom bayrog'ini ko'taradi? Podshoh Ashama Muhammad alayhissalomning bu uzun muddatli strategik planini tushungan edi. Shu sababdan islom da'vatining davomlashishi uchun o'zining islomga kirganligini maxfiy tutishi zarur edi. Shundaqla atrofidagi bosh poplarni Allohning birligiga chaqirib, Isa alayhissalomga ibodat qilishni tashlashga buyurgan bo'lg'achqa, ularning bu din sababli musulmonlarga g'azablanayotganligini ko'rib yetgan edi. Onundan boshqa xristianlarning o'ziga qarshi chiqib, uni taxtdan tushirishidan, xuddi dadasi ilgari uchirgan oqibatga qarashidan ansirgan edi. Shunday bo'lib qolsa, yetilayotgan islom davlatining qo'llovchisi Muhammad alayhissalomning kuchli bir ittifoqdoshi halok bo'lib ketdi. Yuqorqi sabablar ko'pinchalarimiz musulmon ekanligini bilish tugul, haqiqiy ismini bilmaydigan Najashiga islom ummati ichidagi nomus qahramon degan nomni qo'llanishimga turtki bo'ldi. Lekin Najashini bu sifat bilan atashga muhim sabab bo'lsa-mu, men Muhammad alayhissalomni naqadar ko'rishni orzu qilganligidan qilchim shaq qilmaydigan Najashining musulmon bo'lishidan sirt Habashistonda mudofaatga islom janosi bo'lib o'tganligidir. Najashi Alloh xolisa o'zi eng yaxshi ko'radigan Muhammad alayhissalomning ruhining ko'rishini a'la bilgan edi. Shu sababdan zamin podshohlari ichidan birinchi bo'lib islom diniga yordamchi bo'lgan bu buyuk shaxsning vafot topganligi Muhammad alayhissalomga vahiy orqali bildirilgan kuni sahobalarni podshoh Ashama, Alloh uningdan rozi bo'lsin, podshoh Ashamaga g'oyibon meyit namozi o'qish uchun yiqqan edi. Ey qahramon Najashi, Alloh sizga rahmat qilsin. Bu islomiy qissasiga hayron qolarlik nuqta shuki, Najashi qulida sahoba musulmon bo'lgan birdan-bir tabiin edi. U sahoba bo'lsa-mu, Amr ibn As radhiyallohu anhudir. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min uzama va ummatil islam g'ayru majrid tarix nomli kitobi. Tarjimada Abu Muhammad. Ummat sarxillari. Jannati ayollarning gultoji Fatima binti Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Hijratdan burunqi 18-yildan hijriya 11-yilgacha. Dadisi qolsalar Fatimadimni afzalroq birini ko'rmadim. Mu'minlarning onasi Oysha. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Makka haramning ichida ko'z oldida yuz bergan ishlarni ko'rib, yuragi yerilayil deb qolgan edi. Uning ko'zlaridan alamli yoshlar to'kilib o'tdi. Makkaning aqlsizlari bo'lgan Abu Jahil va uning amrohlaridan anglangan qo'rqoqlashlar uning alamini taqim oshirgan edi. Darvaqa mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Baytullohda namoz o'qiyotganligini ko'rdi. Bu Rasulullohning kafirlarning zulmidan qo'rqadigan tog'asi Abu Talib vafot bo'lgandan keyingi vaqt edi. Allohning dushmani Abu Jahil amrohlari qarab, ulardan qaysonlar palon jamoatning tugisining ishbog'ini elib kelib, Muhammad sajda qilayotgan uning ikki mo'ri sarasiga ortib qo'ysizlar deb so'radi. Gunohkor Uqba ibn Abu Muayt mana men deginicha berib, uni akeldi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sajda qilayotganda uni Rasulullohning yanida qo'yib qo'ydi. Shu an kafirlarning kulki ovozlari ko'tarildi.
Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam medilli olmay, shukturgan holda Rabbiga sajda qilyotdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nima qilishini bilolmay qoldi. Chunki Rasululloh islom da'vatining dastlabki mezgilida musulmonlarni mushriklarning aziyatlariga sabr qilishga buyurib, urush qilishdan cheklagan edi. Uning ustiga Abdullah ibn Mas'ud Makkada hech bir imochisi yo'q ojizlardan edi. Agar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasulullohni himoya qilsa, shaksizki uning bilan mushriklar orasida urush boshlanib ketadi-da, musulmonlar ashu dastlabki mezgillarda qutulib bo'lmaydigan bir qaynamga kirib qoladi. Dal mushu vaqtda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu 10 yoshdan tuvan kichik bir qizning Iroqdan Makka kuchlari orasida Rasulullohning qishga o'qdek yurib kelayotganligini ko'rdi. Bu kichik qiz Rasulullohning qishga kelib, uning ustidagi maynachiliklarning kichik qo'llari bilan elib tashladi. Ondan Abu Jahil va uning amrahlariga qarab, ularni balalarcha ovozi bilan xuddi podshohlardek tillab ketdi. Abu Jahil va amrahlari bu jur'atli kichik qizning jasoratini hayron qilib, bu qizning kimligini so'radi. "U Muhammadning qizi Fatima" deb javob berildi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizi Fatima radhiyallohu anha yolg'iz o'zli qahramon bo'lmasdan, balki u qahramon bir ota va qahramon bir onaning qizi, bir qahramonning ayoli ham Hasan Husayndan iborat ikki buyuk qahramonning onasi edi. Go'yo qahramonlik bir gavdaga aylanib, o'ziga bir ayolning ismini tanlamoqchi bo'lib, Fatima binti Muhammadning ismidan boshqa topolmagandek edi. Qandoq undoq bo'lmasin? Halbuki u Allohning butun olamdagi eng shijoatli bandasining quchoqlarida, dunyo tarixida hech bir ota, hech bir qiziq bag'ishlagan muhabbatni bag'ishlagan bir otaning bag'rida payg'ambar xonadonida tarbiyalangan tursa, Allah bilan qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lim kirishsiz jon talashayotgan, Fatima uning qishiga kirgan bir manzar ko'z oldimda o'tmoqda. Bilmayman, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sakratning ochiqlari bakrak ig'ri keldimi yoki suyimli qizining peshonasiga suyib qo'yish uchun turolmaganligimi? Rahmat payg'ambari qizi yeniq kelganda doim peshonasiga suyib o'z o'rnida o'ltirg'izatdi. Bu qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suyimli ko'z qarchiq uchun o'rnidan turolmagandi. Qizlarini xo'rlaydigan otalarga ajablanaman. Halbuki ular Allohning nazarida Rasulullohning destigan to'psig'im tenkilmaydi. Qiz farzandlik bo'lganligini bilganida chiroylari o'ngib ketgan otalarga ajablanaman. Insoniyat payg'ambari qizi Fatimaga qilgan yaxshi muomalaga o'xshash. Qizlariga yaxshi muomala qilmaydigan dadalarga ajablanaman. Fatima radhiyallohu anhaning botirligi va shon sharaf to'g'risidagi hikoyalari son-sanoqsizdurki, bir ikki kitobning sahifalariga sig'maydi. Fatima radhiyallohu anhaning qahramonliklarini isbotlaydigan yozmalarni minglarcha kitoblarga pissakmi ozliq qiladi. Biz biror davlatning birinchi xonimi to'g'risida yoki oqso'nglar tabiqasining biror ayol xo'jayini to'g'risida so'zlamayapmiz. Balki diqqat qiling, biz jannat ahli ayollarining gultoji to'g'risida so'zlayapmiz. Bu shundoq bir ulug'liqki, u to'g'riliq texnik ko'proq yozishdan qalamim ojiz keldi. Mendek bir ojiz kamina qandoqmi jannat ahli ayollarining gultoji bo'lmish bir xonim to'g'riliq yoza olasin? Oq otliq shahzoda izlayotgan qizlarimiz shuni bilmaydi-ki, mo'tabar oilaning ayatlar qizi bo'lmish bu xonimning mahdi bir tal savat bo'lgan. Chunki Chavandaz Ali ibn Abu Talibning qo'l ilkida bari shu edi. O'zlarini dunyo malikasi chog'lab qolgan ko'plagan qizlarimiz bilmaydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizining to'yi bo'lgan kunida hadiya bergudek bir narsa topolmay, faqat suv ichadigan bir tal piyola, ikki tal ko'za, bir mahmal raxt va tovar tashliq bir tal yostiq, ikki dona yarg'unchoq bergan edi. Bu ulug' xonim yarg'unchoq bilan un tatib, qo'llari qopirib ketdi. Tulum bilan suv to'shib, beli mukchib ketdi. Uy tozalab, kiyimlari to'pchon bo'lib ketdi. Uchoqqa o't yoqib kiyimlari kuyib qoladi. Fatima radhiyallohu anha yo'qsullik va jafolarda eri bilan o'rtoq bo'lgan. Natijada ig'ir mushaqqatlar uning tenini ojizlashtirib o'tgan edi. Qizlarimizga deydiganim sizchu, siz Fatimanik bo'la oldingizmi? Halbuki uning martabasi sizning martabangizdan yuqoridir. Uning otasining martabasi sizning otangizning martabasidan ustundir. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min uzma'ul ummatil islam g'ayru majrid tarix nomli kitobi. Tarjimada Yultuz. Ümmet sarxillari. Büyük İslam komandani Xolid ibn Valid Hijriyadan burunqi 39-yildan Hijriya 21-yilgacha. Tamir Bedr. Xolid ibn Valid ibn Mughira Makhzumi bo'lsa, islom din komandani va chavandozi bo'lib, payg'ambar alayhissalom uningga Allohning qilishi degan sharafli nomni bergan. U Iron, Rum ellarida va Shamda urush qilgan. Keyin
U mustafat bo'lib, shu yerga dafn qilingan. Tug'ilishi va o'sib yetilishi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu miladiya 592-yili Makka da tug'ilgan. Uning dadasi Valid ibn Mughira Mahsum chetkisining oqsoqoli va Qurayshning kattalaridan bo'lib, boy, obro'yliq va nufuzli kishi edi. Shu jihatdan u haj mavsumlarida va Ukaz bozorida kishilarni g'izolantirish uchun o'zidan boshqa odamlarning qozon esishini xohlamaydi. U atrofdagi kishilarga xayr saxovatni ko'p tarqatadigan bo'lg'achqa, Qurayshning mushik anbiri deb atalgan edi. Chunki Ka'baga bir yili butun Qurayshlar birlashib yupq yapsa, yana bir yili u yolg'iz yapatdi. Xolidning onasi bo'lsa Lubaba bint Aris Hilaliyadir. Xolidning 6 qarindoshi va 2 hemshirasi bor bo'lib, ular bilan birlikda bayashat o'sib cho'ng bo'lgan edi. Xolid chavandozlikni kichkidan tartib o'rganib, o'zida qoltis chavandozlik mahoratlarini namoyon qilib bo'lgan. Otni 2 puti bilan choptirib, birli vaqtda 2 qilich bilan jang qiladigan 2 kishining biri Xolid, yana biri Zubayr ibn Avvam edi. Shunga u chavandozlikdagi yuqori mahorati bilan Quraysh chavandozlarining qo'mondonlaridan biri bo'lgan. Musulmon bo'lishdan burun qoldi. Xolid ibn Valid Badr urushi qatnashmagan. Chunki musulmonlar bilan Quraysh mushriklari o'rtasida yuz bergan bu tunji jang bo'lgan vaqtda u Sham diyorida edi. U musulmonlarga qarshi Uhud urushi qatnashib jang qilgan bo'lib, Uhud urushining oxirida musulmonlarning g'alabasining mag'lubiyatga aylanishida asosiy rol o'ynagan edi. U tog'ning ustida qolgan musulmon o'qiyotchilarni o'ldirib, musulmon qo'shinining atrofini qurshab, qo'shinning orqa tarafida hujum qilgan va bu chog'da musulmonlar qo'shinining har qaysi taraflari nima qilarini bilmay gankirab qolgan. U musulmonlardan nurg'un odamlarni o'ldirib o'tgan edi. Ahzab urushida u mushriklarning bir otliq qismi qo'mondonlik qilib, musulmonlar Madinani qo'g'dash uchun ko'lgan okuplardan bo'sib o'tmoqchi bo'ldi. Mushriklarning urinishlari qara kelmay chekinib qaytganda bo'lsa, Amr ibn As bilan birlikda orqa safni qo'g'dab mangdi. Hudaybiya urushida musulmonlarning Makkaga kirishiga to'sqinlik bo'lish uchun Quraysh otliq qo'shiniga bosh bo'ldi. Musulmon bo'lishi. Xolid ibn Valid islomga kirishda ko'p ikkilangan edi. Biroq uning ko'ngli islomga moyil bo'lgach, Hijriyaning 8-yili Safar oyida Makka fath qilinishidan 6 oy, Mu'ta g'azosidan 2 oy burun kechikib bo'lsa-mu musulmon bo'ldi. Xolid ibn Validning musulmon bo'lish qissasi Hudaybiya sulhidan keyin bo'lgan bir qator ishlar bilan bog'lanishli bo'lib, uning qarindoshi Valid ibn Valid musulmon bo'ldi. Hamda payg'ambar alayhissalom qazo umrini ado qilish uchun Makka ga kirganda Validdan uning qarindoshi Xolidni so'rab, Xolid qani deydi. Valid Alloh uni hozir qiladi deydi. Payg'ambar alayhissalom Xoliddak bir kishi islomni tushunmay qolmaydi. Agar u musulmonlar bilan bir saf turib mushriklarga qarshi kurash qilgan bo'lsa, albatta uning uchun yaxshi bo'lgan bo'ladi deydi. Shuning bilan Valid qarindosh Xolidni izlaydi. Yu topilmaydi. Ondan uningga bir maktub qoldirdi. U maktubda bunday deydi: Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning nomi bilan boshlayman. Men sening islomdan bosh tortganligingdan ancha hayronlik his qilmayman. Sen aqlli odam. Aqlli odam islomni tushunmay qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom mendan sen to'g'riliq so'rab, Xolid qani dedi. Men uningga Alloh uni hozir qiladi dedim. U uningdek bir kishi islomni tushunmay qolmaydi. Agar u musulmonlar bilan bir saf turib mushriklarga qarshi kurash qilgan bo'lsa, albatta o'zi uchun yaxshi bo'lgan bo'ladi. Bizmi uni boshqalardan ustun ko'rgan bo'lardik dedi. Ey qarindishim, sen qo'ldan berib qo'yganlaringni tepishga tirishgan, sendan ko'pligiga yaxshi farzandlar ketib qoldi. Xolid radhiyallohu anhu islom to'g'riliq o'ynab turadi. Qarindishining xatini o'qib nihoyat xursand bo'ldi va payg'ambar alayhissalomning so'zidan ta'sirlandi. Natijada uningdan ilhomlanib musulmon bo'ldi. Ibn Kasir Sirat-ı Nabaviyya 3-tom 451-bet. Bayhaqi Dalail-u Nubuviyya 4-tom 350-bet. Çüş. Xolid ibn Valid bir tush ko'rdi. Tushida o'zining qaqos, tor bir shaharlarda turganligini, ondan bepayon yeşillik qilgan bir shaharga chiqqanligini ko'rdi. U ko'nglida ajab bir yaxshi tush ko'rdim deydi. U Madinaga kelgandan keyin shuni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu so'zlab berdi. Abu Bakr uningga yeşillikqa pirkangan bepayon shaharga chiqqanliging bo'lsa, Allohning seni to'g'ri yo'l boshlaganligidir. Qaqos tor bir shahar bo'lsa, sening ilgirki mushrik holtingdir deydi. Ibn Kasir Sirat-ı Nabaviyya 3-tom 451-bet. Madinaga safar qilishi. Xolid o'zining Makkadan Madina qilgan safar to'g'riliq mundaq deydi. Men biror do'stimning uchrab qolishini arzu qilib tursam, Osman ibn Talha uchrab qoldi. Men uningga maqsadni aytsam, u tizli menga qo'shildi. Shuning bilan ikkimiz birlikda otlanib, yoshirin holda kech yo'lga chiqdik. Sizlarni tursak, Amr ibn As chiqib keldi. U "Merhaba, qarshi olamiz" dedi. Bizmi qarshi olamiz dedik. U
Seperinglar qayoqqa deb so'radi. Biz uning maqsadimizni aytdik. U o'zining musulmon bo'lishi uchun payg'ambar alayhissalomni maqsad qilib manganligini aytdi. Shuning bilan hammamiz birlikda minib Hijriyaning 8-yili Safar oyining 1-kuni Madinaga keldik. Payg'ambar alayhissalom ularni ko'rib sahobalarga Makka o'zining asl kishilarini sizlarga vasitdi deydi. Xolid bundoq deydi. Men payg'ambar alayhissalomni ko'rib uning salom qildim. U menga illiq chiroy ochib salomimni ilik oldi. Ondan men shahodat keltirib musulmon bo'ldim. Shu chaqda payg'ambar alayhissalom seni hidoyatga boshlagan Allohga shukrlar bo'lsin. Men sening aqlingni seni faqat yaxshilik boshladi deb qarab kelgan edim dedi. Men payg'ambar alayhissalomga bayat qilib, Allohning yo'liga qarshi chiqib o'tkazgan gunohlarim uchun Allohdan mag'firat tilagan bo'lsa desam, u islom kishining ilgari gunohlarini yo'q qiladi dedi. Men ey Allohning payg'ambari, men shundoq bayat berdim dedim. U ey Allohim, Xolid ibn Validning sening yo'lingga qarshi chiqib o'tkazgan gunohlarini mag'firat qilgan dedi. Amr ibn As va Osman ibn Talhalarmi oldiga chiqib musulmon bo'ldi va bayat berdi. İbn Kesir Sirat-ı Nebeviye 3. tom 253. bet. Peygamber aleyhisselam Xolid to'g'liq mundoq degan. Xolid ibn Valid nimdagi yaxshi banda? U Allohning qilishlaridan bir qilishdir. Tirmiziy 3846-hadis. Tirmiziy Hasan deb bo'lgan. Musulmon bo'lgandan keyingi holati. Xolid ibn Valid tunji qatimli qozi hisoblangan G'asasina podshohligi bilan Rumga qarshi Mu'ta g'azotida qatnashgan. Bu g'azotda musulmonlarning 3 qo'mondoni Zayd ibn Harisa, Ja'far ibn Abu Talib, Abdullah ibn Ravaha qatorliqlar shahid bo'lib ketdi. Ondan bayroqni Sa'ib ibn Arqam darhol qo'liga ilib, ijiz ko'tardi va Xolidning qishig'iga tiz berib, uningga "Ey Abu Sulaymon, bayroqni sen tut" dedi. Xolid o'zining bayroqni tutishga loyiq kelmaydiganligini his qilib, "Yo'q, bayroqni men tutmayman. Uningga sen loyiq. Sening yashingmi meningkidan cho'ng, ham sen Badrga qatnashgan" deb o'zi aytdi. Sabit javoban, "Bayroqni sen tut. Men qaraganda urush qilishni yaxshi bilasan. Alloh bilan qasamki, men bayroqni faqat sen uchun tutdim" deydi va unda musulmonlar orasida Xolidning amri bo'lsa, rozi bo'lamsizlar deb to'laydi. Ular "Shundoq, rozi bo'lamiz" degandan keyin Xolid bayroqni qo'liga oladi. Shuning bilan Alloh u sababli musulmonlarning qo'shinini qutqizib qoladi. Xolid mundoq deydi: "Mu'ta kuni 9 dona qilich sunib ketgan bo'lib, qo'limda faqat Yamanning bir qilich qolgan edi." Payg'ambar alayhissalom sahobalarga ushbu urushdan xabar berganda mundoq degan: "Bayroqni Zayd tutdi, u yiqildi. Ondan Ja'far tutdi, u yiqildi. Ondan Ibn Ravaha tutdi, u yiqildi." Payg'ambar alayhissalomning ko'zlaridan yoshlar taramlayotdi. Oxirida bayroqni Allohning qilishlaridan biri tutdi-da, Alloh ularga nusrat ato qildi. Sahih Buxoriy sahobalarning fazilatlari bo'limining Xolid ibn Validning xislatlari qismi 3547-hadis. Payg'ambar alayhissalom uni Makkani fath qilish uchun otlangan islom qo'shinlarining biriga amr qilgan edi. Undan boshqa payg'ambar alayhissalom uni Tabuk g'azoti oraliqida Duma Jandal podshoh Ukaydirni tutib kelish uchun bir qo'shinga pash qilgan edi. Shundala yana Xolid Hunayn kuni Bani Sulaym qabilasida musulmonlar qo'shinining oldingi safida bo'lib, yerlanganda payg'ambar alayhissalom uni yo'qlab kelib, uning jarohatiga silab qo'ygan, ondan uning jarohati saqib qolgan edi. Rasululloh alayhissalom uni Duma Jandal podshohi Ukaydir ibn Abdul Malikni tutib kelishga vatganda, Xolid uni asirga elib Rasulullohning huzuriga keltirgan edi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ukaydir bilan jizya to'lash to'g'ri so'zlashgan. So'lidan keyin uni shaharga qaytarib o'tgan edi. Xolid payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tarafidan Bani Aris ibn Ka'b ibn Madhij qabilasiga islom da'vati uchun 10 yillik avatilgan. Bu qabildan bir qism kishilar Madinaga Xolid bilan birga kelib musulmon bo'lgan. Ondan ular Najrondagi qavmiga qaytib ketgan. Murtadlar urushidagi roli. Payg'ambar alayhissalom vafot topgandan keyin xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu Xolidni murtadlarga qarshi urushga amr qiladi. Shuning bilan Xolid ibn Valid o'z qo'shini bilan payg'ambarlikni da'vo qiluvchi ayol Sajah bilan elishdi. Shundaq yana payg'ambarlikni da'vo qiluvchilarning eng xatarligi qo'llag'uvchilari va qo'shinlari eng ko'p bo'lgan Musaylima kazzab bilan elishdi. Ikki taraf o'rtasida qattiq jang bo'lib, bu jang ya'ni Bani Hanifa qabilasining mag'lub bo'lishi va Musaylima kazzabning o'ldirilishi bilan oyoqlashdi. U yana murtad deb qaralgan Malik ibn Nuvayr bilan urushdi. Lekin kishilar Malik ibn Nuvayrning o'ldirilishi to'g'riliq har xil fikrda bo'lib, ba'zilari Xolid uni xato gumon bilan uningdan olgan bir gap asosida o'ldiribdi deyishgan edi. Abu Qatada Xolidning bu ishini ayblab, endi uning bayroq ostida urush qilmaydiganligini qasam ichgan. Umar ibn Xattobmi uni ayblagan edi. Paris ilini fath qilishga urildi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu
anhu ümmetni parçalab islomni barbod qilib tasqalgan murtadlik fitnesini yo'qotgandan keyin islom davlati chegiralarini amin qilish va islomga yomonlik ko'rsatadigan farislarning shavkatini yerga urish maqsadida Iroqqa ko'z tikadi. Abu Bakr ana shu vazifa uchun avatgan qo'mondonlar qatorida Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bor edi. Xolid farislar ustidan bir qator g'alabani o'ngishli to'g'ri chiqardi. Xolid Alloh ilgirlab va fatihlarni izchil davomlashtirib, Iroqning ko'plagan joylarini fatih qiladi. Andın Anbarni fatih qilishga atlandi. Biroq Anbar ahli qo'rg'onlari bilan qo'rg'ongan bo'lib, Anbarning atrofida o'tish qiyin bo'lgan cho'ng xandaqlar bor edi. Lekin ularning bu chora amallari Xolidni bo'shashtira olmaydi. Xolid qo'shinlarining qo'rg'onlari bilan qo'rg'onayotgan dushman qo'shinlarining ko'zlariga o'q etishga buyurdi. Shuning bilan dushman tarafdan 1000 kishining ko'zi yaralandi. Ondan Xolid ojiz va uruq tugilarning qishiga berib, ularni o'ldirdi. Xolidning o'qiyachilari mustahkam va egiz qo'rg'onning tomlari ustidan o'zlariga yomonlik kutib turayotgan dushmanlardan Xolidni himoya qilish uchun o'qlarni yog'dirib turayotgan paytda u tugilarni xandaqning eng tor tarafiga boshlab musulmonlarning chavandozlari o'tkidek ko'rik hosil qildi. Paris qo'mondoni Xolid va uning qo'shinlarining qilgan ishlarini ko'rib sulh talab qildi. Anbar musulmonlarining ilki o'tdi. Keyin Xolid ayn Temirga qarab atlandi. U yerda zo'r sondagi parislar to'plashib turgan bo'lib, ularga ba'zi arab qabilalari yordamlashgan edi. Xolidning kelganligi xabari ularga yetgandan keyin ko'pay qochib ketishdi. Qolganlari qo'rg'onga panohni oldi. Xolid qo'rg'onni qo'rishgandan keyin qo'rg'ondagilar taslim bo'ldi. Ondan Xolid Ayn Temirga Uvaym ibn Kahil Aslamini o'rinbosar qilib tayinlab, o'zi qo'shinni boshlab Duma jandaliga qarab atlandi va u yerni fatih qildi. Sham diyorini fatih qilishga urindi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu Iroqning vaziyatini muqim qilib, farislar ustidan zo'r nusrat qozongandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu fatihlarni Shamga qarashini to'g'ri topdi. Xolid Abu Bakrning shunday sodiq qo'mondoni ediki, Abu Bakr har qanday o'rinli kelishmalarga uning bilan zarb berdi. Hatto Xolid to'g'riliq mundaq degan: "Alloh bilan qasamki, men Xolid orqali Rumga shaytonning vasvasalarini unutildirman." Tabari, Tarix Rasul va Muluk 3-8-bet. Xolid Abu Bakrning o'zining kutgan umidini yerda qo'ymay, Shamdagi musulmonlarning qo'shiniga tez yordam berish uchun Sama va cho'li orqali eng yaqin yo'lda minib, qisqa vaqtda Shamga o'ngishli yetib bordi. Xolid radhiyallohu anhu Shamga yetib beribla, dushmanga o'ngishli taqobil turish uchun musulmonlarning qo'shinlarini bir bayroq ostiga to'playdi va qo'shinni qaytadan ratlab chiqadi. Ondan qo'shinni dushmanning ko'ziga ko'p ko'rsatib, dushmanning yurkiga qo'rqin solish uchun qo'shinni bir necha batalyonga bo'ladi va musulmonlarning qo'mondonlaridan har birini birdan batalyonga boshqaradi. Abu Ubaydani 18 batalyonga boshqarib, uni o'ttirg'i to'playdi, o'rlashtirdi. Ikrima ibn Abu Jahil va Qaqqa ibn Amirlar Abu Ubayda bilan bir safda bo'ladi. Amr ibn Asni 10 batalyonga boshqarib, uni o'ng tarafga o'rlashtirdi. Shurahbil ibn Asana Amr bilan bir safda bo'ladi. Yazid ibn Abu Sufyanni 10 batalyonga boshqarib, uni sol tarafga o'rlashtirdi. Musulmonlar bilan Rumliklar Yarmuk vadisida uchrashdi. Musulmonlar Rumliklarga qattiq hujum qo'zg'ab, nihoyat fidokorlik ko'rsatdi va oxirida musulmonlarning peshonasiga g'alaba tutildi. Urush boshlanishidan ozroq burun Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot etib ketdi va xaliflikni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ustiga oldi. Ondan Umar kishilarning Xolidning qo'mondonliqsiz g'alaba qozonib bo'lmaydi deb xato o'ylab olib, Xolid sababli fitnaga tushib qolganligini ko'z tutib, Abu Ubayda ibn Jarrohni qo'shinning amirligiga tayinlab, Xolidni mansabdan qoldirganlik to'g'risida Abu Ubaydaga maktub yo'llaydi. Lekin Abu Ubayda urush oyoqlashguncha Xolidning qo'mondonlik ostida nusrat qozonguncha maktubni yurishni munosib ko'rdi. Bu jangda musulmonlar tomonidan nurg'un sahobalarni o'z ichiga olgan 3000 kishi shahid bo'ldi. Umar radhiyallohu anhuning Xolid ibn Validni amaldan qoldirib, Abu Ubaydani qo'shinning amri qilib tayinlashi bilan Xolidning islom fatihlaridagi roli tugab qolmaydi. Balki Xolid urush chavandozlari ichidagi bir chavandoz va barmoq bilan sanog'idek jang qahramonlari ichidagi bir qahramon bo'lib, musulmonlarning saflarida davomli urush qildi. Uning Dimashq, Humus va Fennisrin qatorliq joylarni fatih qilishda ko'rinarli roli bo'lgan edi. Uning musulmonlarning lashkarlari ichidagi bir lashkar bo'lib qolganligi uning belini bo'shashtirib qo'ya olmaydi. Uning qo'mondan va amir bo'lgandan keyin bir askarga aylanib qolganligi uning irodasini ojizlatib qo'ya olmaydi. Uning eng buyuk g'oyasi Alloh yo'lida jihad qilish bo'lib, u nada bo'lmasin jihadni ko'ylaydi. Uning dubulg'isi Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu beshiga kiyilib urush qildigan dubulg'isida payg'ambar alayhissalomning azroq chechi bor bo'lib, Xolid shu chashning berekati bilan Allohning nusrat berishini tilaydi. Natijada u hamisha nusrat qozonadi.
Peygamber aleyhisselam hoşlaşış həcide 5-ci çürgəndə Manlay keçini Xalidqə vergan bo'lib, shuningdan tartib bu çaç Xalidning dubulğısının aldı tərəfdə turgan idi. Yarım qazı günü o dubulğısını şirib qoyganda, dubulğısını izlep özünümü və başlarımı alsırt ötken idi. Şu sebepten başlar onunğa kayganda onun içinde Resulullah'ın azraq Manlay keçi var idi. Ben şu arqılıq umidvar bulatdım və şu arqılıq nusrat dilettim degen idi. Onun ölüş aldı degen sözü. Halid ibn Velid miladiya 642 yılı 20 Ağustos, Hicriye 21 yılı Ramazan ayının 18 günü Humus'ta vefat taptı. Onun köz çanaklarından çıkan kaygılık ve ısık yaş damçıları menzini boylap tövenge sırgadı. O ölümden korkkanlıktan yaş dökmegen idi. Çünkü o hayat boyu canlarda ötkür kılıç arkalık ölüm bilen eleşip, cenini alkın elip koyup, özünü ölüm neyizlerinin uçuq tanıgan zat idi. Belki onun kaygısı ve yığısı şehitlik talpilgenlikten bulup, körüp üstüde ölüş onunla eğer kelgen idi. O can meydanlarını izlep yürüdüğün, öz sür eyvesinden düşmelerinin yürkü titrep, özlerinin koygudak yer tapılmaya kıldığın zat idi. O özünün şu kaygısı ve eserini ifadelep, ahırkı nefeslerde qattiq alem bilen mundaq degen. Şunç köp canlarga qatnaştım ki, bedenimde kılıç, neyze ve ok yarısı bulungan hiç qandaq bir yer kalmadı. Lekin, körüvatsizler ki, men xuddi tügülerge okşaş yatkan jayımda can üzotumen. Korkunçaklar dünyada rahat yüzü görmege ilahim. İbn Kesir, Bidaya ve Nihaya, 7-129 bet. Ömer ibn Hattab radiyallahu anhu, onun vafatını algan çağda mundaq degen. Məxsum cemaati ayollarını Abu Sulayman'a yığılıqlı qoyunlar. Çünkü ular yalğan yavdaq arlaştırmaydı. Mersiye okuyduğun ayollar Abu Sulayman'daki bir kişiye Mersiye okup yığılısın. Mənbə İslam Story Tory. Tercümede Qarahani. Ümmet serxilleri. İslam iqtisadşünaslık ilminin ustazı Abdurrahman ibn Avf. Hicriyeden burunqi 43. yıldan 32. yılgacha. Bana bazarını köstüp koy. Abdurrahman ibn Avf. Boy boluşunu yaxşı göremsiz. İslam bazılar oylab alganda kambag'allarning dini emas. Yana bazılar xayal qilganda baylarning dini emas. Belki kambag'allarning baylarning dinidir. Shundaqla barcha musulmonlarning dinidir. Mümin taqvodor bo'lishingіз uchun yo'qsul bo'lishingiz zarur emas. Shundaqla boy demak zo'rliq bilan egilib olish, ya'ni pomishchik degan gap emas. Ba'zi musulmonlar sodir qilayotgan cho'ng bir xatolik ularning haqiqiy islom degan dunyoni tark etishda va tashqi dunyodan ayrilib darvishlikka berilishda deb qarab qilganligidir. Muhammad alayhissalomning sahobalari undaq emas edi. Dunyoni fath qilgan salaf solihlar undaq emas edi. Allah rahmet kılsın ki, ular hayatını tabii şekilde elip bargan idi. Bu ümmetni kambag'allar ümmeti deb kim deydi? Allah subhanahu wa ta'ala hakikaten bu ümmetni yelkenlerinde taşıydıgan sözgörlerini apriydi kıldı. Eğer Allah Ebu Bekir'nin baylıqını apriydi kılmasıydı, Bilal Mekke'nin taşları asıda azapınıp duruyorgen bulattı. Eğer Allah Bay Osman'ını apriydi kılmasıydı, sahabeler Roma quduqiga ig'darchilik qilgan Yahudining ichimlik suyiga intisor bo'lib ussiz qilatdi. Osman o quduqni sotib olib musulmonlarga hadiya qilayotgan edi. Agar Alloh Imom Buxoriyga uning chiqimlarini ko'tarib iqtisod bilan ta'minlaydigan onasini apriydi qilmasa edi, Buxoriy ilm o'qish uchun safar qila olmaydi. Bu ummat boylarsiz hargizmi mavjud bo'lib tura olmaydi. Ummat da'vatga pul masraf qiladigan, bu ummatning qaytadan tirilishi uchun g'am yeydigan pullar xodimlarga muhtojdir. Pul-mal demek güç demektir. Güç bu sözgür basqışda biz ihtiyaclı bolgan narsadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Aciz müminden küçük mümin yaxşılaqdır. Allah'a söyümlikrektir. Her biride yaxşılıq bardır." Eğer siz bay musulman bolsanız, günah his qilishingizdan yoki o'zingizni kambag'al musulmonlardan imanım töven deb his qilishingizdan hech kerki yo'q. Bu Allah'ın sizga bergan rizqidir. Bilingki, siz pul melingiz orqali bu dinga boshqa nurg'un kishilardan ko'proq xizmat qila olasiz. Bu din Xadicha, Abu Bakr, Osman, Abdurrahman va boshqalardek boy qahramonlarning qo'lida barpo bo'lgan. Lekin pul mollaringizning siz uchun bir musibatga aylanishidan ehtiyot qiling. Ko'plagan boylar pul mollarini Allohga osi bo'lgan ishlarga ishlatadi. Yoki ular ashu pul mollarini Alloh roziligi uchun ishlatish o'rniga o'zlari pul mollarini qulga aylanadi. Shu chaqda pul mol o'z egasiga nisbatan bir musibat bo'ladi. Sözlemoqchi bo'lgan qahramonimiz bo'lsa, tarixdagi musulmonlarning eng katta boylaridan biri edi. Shundaq turib, u jannat bilan xushxabar berilgan 10 kishining biridir.
Abu Bakr Siddiqning qo'lida musulmon bo'lgan 5 buyukning biridir. 6 kengash a'zolarining biridir. Badr ahlining biridir. Razvan bayit a'zolarining biridir. 2 qatimliq hijrat, Beşistan hijrati va Madina hijratiga ishtirok qilgan oz sonli kishilarning biridir. 2 qibla, Aqsa va Ka'ba qarab namoz o'qigan sahobalarning biridir. U Rasululloh mardlikning simvolidir. Boylarning ulgusidir. U bo'lsa-mu buyuk qahramon Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudir. Biz bu islom buyukining qissasiga cho'kishdan burun bizga bu g'oyat zo'r islomiy ixtisosshunoslik aqliyatini tushunishni qulaylashtirgan bir qiziqarli hikoyani so'zlashni loyiq ko'rdim. Asarlarda rivoyat qilinadiki, bir savdogar tijorat uchun safarga chiqib, borgan yeridan ikkinchi kuni qaytibdi. Shaharga yenib kelgandan keyin do'sti undan qaytib kelganligining sababini so'rabdi. U mundaq debdi: "Qarindishim, yerim yo'lda tokor va qarg'u bir kaptarni ko'rib qoldim. Ko'nglimda bu kaptar bu holatda qandoqmi yashay oladigandir deb tursam, bir ozdan keyin ashu qarg'u kaptarga ozroq yemak ko'tarib yana bir kaptar keldi. U o'z-o'zimga: La ilaha illalloh, mushu cho'lning ichida bu qarg'u kaptarga rizq bergan Xudoyim dunyo orqasidan chep yurmasammi, menga rizq berish qodir dedim. Natijada shu ishni ko'rib darhol ahlim va bolalarim meni qaytishni qaror qildim." Do'sti uningga bir qarab o'tgandan keyin qo'lini uning mo'risiga qo'yib turib: "Subhanalloh qarindishim, sen nimishqa o'zining yemagini boshqalardan kutadigan to'kur va qarg'u kaptar bo'lishga rozi bo'lasan? Nimishqa o'zidan boshqa kaptarga yemak beradigan kuchli kaptar bo'lishga rozi bo'lmaysan?" debdi. Abdurrahman ibn Avf oldiganlardan emas, balki beradiganlardan bo'lishni xohladi. Qahramonimiz Madinaga hijrat qilganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ulug' sahoba Sa'd ibn Rabi bilan qarindosh qilib qo'ydi. Halbuki Abdurrahman ibn Avf uylari, bozorlari va pul-mollarini Makkaga qoldirib, u narsalarni Alloh roziligi uchun tashlab kelgan boshqa sahobalarga o'xshash quruq qo'l kelgan edi. Shuning bilan uning ansoriy qarindoshi Sa'd ibn Rabi o'zining egilikining yerini unga tanladi. Abdurrahman ibn Avf ma'tlarcha bunoq deb o'zira qo'ydi: "Alloh mening va ahlinga barkat bersin, lekin menga bozorni ko'rsatib qo'y." Shuning bilan u Madina bozoriga ravon bo'lib, ilm setim bilan shug'ullandi. Shundoq qilib qisqagan vaqt o'tmayla millionerlardan biriga aylandi. Imom Ibn Hajar Asqaloniy bu vaqtda mundoq deydi: Abdurrahman ibn Avfning 4 xotini bor bo'lib, ulardan har biri 10 ming dinar miras olgan. Ma'lumki, ayollar mirasda 8 dan biriga o'rtaqdir. Oddiy hisoblab ko'rsak, 8 ning biri 40 ming bo'ladi. Bundaqda u mirasxo'rlarga qoldirgan to'liq miras 3.200.000, ya'ni 3.200.000 dinar oltin bo'ladi. Yuqorqisi texi bu millioner sahab musulmonlarga qazgan zo'r pul-mollarni va Alloh yo'lida vaqt qo'yayotgan karvonlarni chiqarib o'tib turib hisoblaganimizdir. Buning hammasi shuning uchunki, u xizmat kutib o'tiradigan ko'plagan yoshlarga o'xshash Allohga tavakkul qilib uyda o'tirib olmagan edi. Bu mo'min sahaba bu yerda bizga bildirib qo'ymoqchi bo'lgan yashirin bir sir bor. U bo'lsa-mu, menga bozorni ko'rsatib qo'y. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu boy va mo'minli bo'lib qolmasdan, balki u va Abu Bakr Siddiq ikkisi kaynada olamlarning payg'ambari Muhammad alayhissalom namoz o'qigan koinot yuzidagi yagona kishilardir. Bu millioner sahaba pul-mollarini Alloh roziligi uchun sarf qilgan bo'lib, uning payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin mo'minlarning onalariga nafiq bir sharafim bor edi. Abdurrahman ibn Avfning fazilatlaridan biri shuki, payg'ambar alayhissalom Allohga uni jannatning salsabil buloqlaridan sug'urish uchun duo qilgan. Hakim o'z isnodida rivoyat qiladi-ki, Ummu Salama radhiyallohu anha aytadi: "Men Allohning elchisining o'z ayollariga munoq deyilgan anladim. Mendan keyin sizlarga xayrixohlik qiladigan kishi kuyimchan va rasuldir. Ey Alloh, Abdurrahman ibn Avfni jannatning salsabil buloqlaridan sug'organ." Hakim o'z isnodi bilan yana bir rivoyat qildiki, Abdurrahman ibn Avfning o'g'li Abu Salama mundoq degan: "Men Oysha radhiyallohu anhaning qiziga kelsam, u menga mundoq dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga, sizlarning mendan keyingi ishinglar meni g'amga soladi. Sizlarga, ya'ni chiqimlaringlarga savrchanlardan boshqa savr qilmaydi" dedi. Alloh atoni jannatning salsabil buloqlaridan sug'org'ay. Abdurrahman ibn Avf ularga bir molni yetkazib bergan edi. U mol 40 mingga sotilgan. Abdurrahman ibn Avf jannat bilan xush bisharat berilgan 10 kishining biri bo'lib, sahobalarning mutlaq eng kattalaridandir. Umar ibn Xattob ko'p ishlarda uningdan maslahat so'ratdi. Masalan, vabobar shahriga kirish, majusiylardan jizya olish qatorliqlarga o'xshash. Umar Faruq mundoq deydi: Abdurrahman musulmonlarning kattalaridan biridir. Abdurrahman Umar Faruq o'zining keyin xalifa bo'lishga tanlagan 10 kishining biridir.
Shundaqla u xalifa tanlashda aşı 6 kishining o'rtasida hukm qilg'uchi bo'lgan edi. İbn Sa'd Tabaqatda o'zining sanadi bilan Misvar ibn Mahramadan rivoyat qiladi. Mahrama aytadi: "Men Osman ibn Affon bilan Abdurrahman ibn Avf orasida bir karvon ichida yurib ketyapsam, Osman bu yo'lliq qora kiyim kiyib olgan kim dedi. Ular Abdurrahman ibn Avf dedi. Ondan Osman meni to'lab, "Ey Misvar" dedi. Men ey mo'minlarning amri dedim. U kimki o'zini birinchi hijratda va oxirgi ikkinchi hijratda tog'ang, ya'ni Abdurrahmondimi yaxshi deb da'vo qilsa, yolg'on so'zlagan bo'ladi dedi. Bu ulug' sahoba hayotining oxirgi minutlargacha butun hayotini Rabbiga itoat qilib o'tkazgan. Hafiz ibn Kasir mundoq degan: U sakratga tushib qolgan chog'ida Badr ahlidan hayot qilgan har bir kishiga 400 dinar vasiyat qilgan. Ular 100 kishi edi. Osman va Aliga qadar hammasi uni olgan. Ali mundoq degan: Bor ey Ibn Avf, chunki sen uning pul molining pokizini topding, uning kirini tark etding. Shundaqla yana u mo'minlarning onalaridan har bir ayolga ko'p mol vasiyat qilgan edi. Hatto Aisha radhiyallohu anha Alloh uni salsabildan sug'org'ay deb duo qilgan edi. U yana zo'r sonda qullarni ozod qilib o'tgan. U o'lganda uning namozini xalifa Osman ibn Affon tushirgan. Uning jinozasini Sa'd ibn Waqqas ko'targan edi. Hijriyaning 31-yili Baqi qabristoniga dafn qilingan edi. Ba'zilar 32-yili deydi. Bu mashhurroq qarashdir. Alloh Abdurrahman ibn Avfga rozi bo'lg'ay, uni keng jannatlarga o'rlashtirg'ay va uni islomga sungan xizmatlari uchun barcha yaxshilik bilan mukofotlag'ay. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min Azma va Ummatul Islam G'ayyiru Majrid Tarix nomli kitobi. Tarjimada Qaraxoni. Ummat sarxillari. Ming erga tang bir ayol. Ummu Umara Nusayba bint Ka'b. Siz bu gapimda hayron qolmang. Shundoq u bir ayoldir. Lekin ming erga solishtirganda hammasini besib tushirgan bir ayoldir. Alloh bilan qasamki, u bir ayoldir. Lekin biz erlar uningdek bo'la olsak edik, albatta zafarlar Allohning marhamati bilan bizga mansub bo'lgan bo'ladi. U haqiqatan bir ayoldir. Lekin ayollar tugul erlarmi tang bo'la olmaydigan bir ayoldir. U haqiqatan bir ayoldir. Lekin islom uchun o'z jinini qurbon qilgan bir qahramon ayoldir. Ey musulmonlar, shu bir ayol solishtirganda sizlar nada? U bir ayoldir. Lekin u o'z jinini, balki texi bollari va erining jinini Alloh yo'liga fido qilgan bir fidokor ayoldir. U haqiqatan bir ayoldir. Lekin tinidan burun ruhi jannatga ketgan ayoldir. Men kim haqida so'zlayapman? U ayol kim? U bo'lsa-mu, bejirim erkaklarni bardoshlik berolmaydigan aziyat jafolarga bardoshlik bergan bir ayoldir. Dushmanlarning boshlariga falokatlarni yog'dirgan bir ayoldir. Osmon va zamindagi narsalar ilkida bo'lgan Allohning roziligi uchun beg'ishlash ruhi va jafoga sabr qilish ruhi bilan jonni fido qilish, qontar oqqizish, a'zolari parchalanish bilan shariatni qo'lga keltirgan bir ayoldir. U bir ayoldir. Lekin nurg'un erlar u qilgan ishlarni qilishdan ojiz kelgan bir ayoldir. Alloh bilan qasamki, u nima degan buyuk, nima degan ulug' ayol-a? U bo'lsa-mu, ulug' mujohid Nusayba bint Ka'b radhiyallohu anhadir. U Aqaba bayti, Uhud g'azoti, Hudaybiya va Yamama urushlariga qatnashgan. U Uhud kuni shundoq bir qahramonlik ko'rsatdiki, erkaklarni mayratda qoldirib qo'ygan edi. Biz Nusaybaning so'zlariga quloq solib boqayli. Qarasam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yenidan kishilar tarqalg'ili turibdi. Yanada o'ng'im yetmagan kishilar qopdi. Shuning bilan o'g'lim va erim uni qo'g'dab turdik. Kishilar mag'lub bo'lib, uning yenidan qochqil turdi. Rasululloh mendan qalqon yo'qligini bilib, qalqoni bilan qochib ketayotgan bir odamga qalqonini urush qilayotganlar tashlab qo'y dedi. U tashlab qo'ydi. Men u qalqonni olib Rasulullohni qo'llashga boshladim. Shuning bilan otliq dushmanlar yopirilib kelib, bizga hujum qildi. Agar hujum qilganlar piyoda kelgan bo'lsa edi, cho'qim ularni yer ishlatgan bo'lardik. Otliq bir dushman kelib menga nayz urdi. Men uni qalqoni bilan to'sdim. U keyin gelmoqchi bo'ldi, etining yana biqiniga urdim. Ot yiqildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Ummu Umaraning o'g'li, anani qo'g'da" deb nido qildi. O'g'lim kelib meni qo'g'dadi va shahid bo'ldi. Nusayba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun erlardan yaxshiroq fidokorlik ko'rsatgan edi. Nusayba uxlayotgan avlodlar o'z g'aflatidan uyg'onib, uning qurbonliklarini o'rgangulik darajada buyuk bir ulgu ko'rsatgan edi.
o'tda düşmanlar bar kuchlarini to'plab Rasulullohni o'ldirishga tayyor bo'lishgan edi. Ammo ular u yerda Umayraning borligini bilishmagan edi. Allah bilan qasamki, ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinlashib keldi. Umayra Rasulullohni shunday qo'ydiki, u vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan edi. O'ng tarafimga qarasammi, so'l tarafimga qarasammi, Umayraning meni qo'dab urush qilayotganligini ko'rdim. Payg'ambar alayhissalom uning jonlik sifatligi, botirligi va jangovarligini ko'rib, siz bardoshlik bergan bu jafo mushaqqatga kim bardoshlik berarlar? Ey Umara degan edi. Umara o'g'lini o'ldirgan kishiga qilich urdi. Dushman yiqildi. Umara buning bilan bo'lib qilmasdan uni chepib o'ldirdi. Rasululloh buni ko'rib, ig'il tishlari ko'lib qolgandek tarzda kulib ketdi va Umara, "Endi o'g'lingizning intiqomini oldingiz" dedi. Hamda Alloh shukrlar bo'lsinki, u sizni dushmaningiz oldida zafarga ulashtirdi. Sizni xursand qildi va sizga intiqomingizni olishni nasib qildi dedi. Agar ayollar Nusaybadek bo'lsa edi, albatta ayollar erlardan ustun bo'lgan bo'lardi. Nusayba butun dunyo medallarini qimmatli medal olishga loyiq bo'lgan edi. U va bolalar to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Ey Alloh, jannatda ularni mening amrohlarim qilgin. Xushmuborak bo'lsin sana ey Nusayba." U suyumli payg'ambarimizning vafotidan keyinmi bo'shib qolmay, davomli jihad qildi va fidokorlik ko'rsatdi. Hatto Yamama jangida uning 12 yer jarohatlanib, qo'li uzib ketgan edi. Halbuki u yashnab qolgan bir mo'min edi. Men nima dey? Ey Muhammad ummati, agar Nusayba hayot bo'lib, ummat zulmni angrayotgan, musulmonlarning vatanlari dastlandi bo'layotgan musholatda, sizlarning o'yinxonalarda, klublarda turganlarni ko'rsa nima der? Ey Muhammad ummatining ayollari, Nusayba sizlarning shar'iy ijobga sil qaratganliklaringizni, g'arbning yaltiroq shoirlariga aldanib, axlat madaniyatlarini ustun ko'rayotganliklarini uqsin nima der? Ey Muhammad ummati erkaklari, sizlarmi shu Nusaybadek bo'la olsanglar-chi kashki. Manba Islom va to'g'ri. Tarjimada YouTube. Ümmet sharhillari. İslamdagi buyuk fatih Amr ibn As Hijriyadan burunqi 50-yildan Hijriya 43-yilgacha. Kishilar musulmon bo'lsa, Amr ibn As mo'min bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Rumlarning artabuniga arablarning artabunini soldiq. Umar ibn Xattob. Alloh bilan qasamki, ey Musaylama, mening seni yolg'onchi deb qaraydiganligimni obdan bilasan. Amr ibn As. Falastin Rafa shahridagi bir maktabning to'liqsiz 3-yilligida balog'at yetay deb qolgan bolachaqlarim edi. Bir kuni ustozimizning oldini to'sib g'azab bilan uningga: "Biz nimishqa mushundaq bir arzimas sifatli kishining tarixini o'qib vaqtimizni isrof qilamiz" dedim. Darslik kitoblarimiz aldamchiliklari va xiyonatlar bilan to'shib ketgan bu kishining hikoyasini o'qiganda qalbim g'azab bilan o'rtanatdi. Ustozimning u kishi to'g'risidagi ko'z qarashini o'zgarishga urinishlarimmi meni qoyil qilolmaydi. O'sib yetilishimga ergishib bu kishi to'g'risidagi gumonlarimmi ko'paydi. Lekin bir kuni Alloh taoloning rahmati bilan ko'zimdagi parda ochilib, u kishi to'g'risidagi xato qarashlarimdan yandim. Hurmatga sazovor, rostchil va ulug'lardan bo'lgan bu kishi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning katta sahobalaridan biri bo'lgan Amr ibn As radhiyallohu anhu edi. Amniyatda mening bu zot to'g'risidagi yomon qarashlarim bekor paydo bo'lib qolmagan bo'lib, shu chog'da men tarix hujumining qurboni bo'lgan ekanman. Bu hujum tanka, aeroplanlar bilan yoki madaniyatlar urushidagi fikr ideyalardan bo'lgan hujum emas, balki uningdan xatarlik hujum edi. Chunki tarix hujumi bugungi hujum qilib qolmay, bugunning asosi bo'lgan o'tmishga hujum qiladi. Tarix hujumi nazariyasi yig'ib aytganda, ishg'oliyatchilarning tarix sohasidagi mavjudligimizning sabablarini tub yiltisidan yo'q qilishi demakdir. Bu ishg'oliyatchilar islom ummati besib o'tgan ojizlik davrlariga nazar og'dirib, ojizlik taraflarini izlash yoki ko'z oldimizda tariximizni bulg'aydigan yolg'on hikoyalarni to'qishdan burun kishini bu ummatning tayanchilari to'g'risida shak va gumonga solib, shu orqali ular yetkazgan yoki ular to'g'risida aytilgan rivoyatlardan shaklanishni paydo qiladi. Ondan bu nejislar bizning qahramonlarimizni gunohkor jallodlarga, olimlarimizni majnun saranglarga aylantirib, ularni tarix sahifasidan mangu yo'q qilishidi. O'zlarining yoki bizning tariximizdagi yolg'on qahramonlarini madhiyalashidi. Shuning bilan payg'ambarimizning katta sahabasi bo'lgan Amr ibn As radhiyallohu anhu urush jinoyatchisiga aylansa, 10 minglab begunoh fuqarolarni o'ldirgan jinoyatchi Napoleon darslik kitoblarida mangu xotirlangan katta istilochiga aylandi. Aeroplan keşif qilgan olim Abbas ibn Firnasni sarang deyishib,
100 minglagan odamni o'ltirgan atom bombasini kashf qilgan Eynshteynni ulug'lashidi. İşğalçılar eng insof qilishganlardanmi Ahmad ibn Fazlandek ajoyib tangdoshsiz qahramonni bizning zehnimizdan o'chirib, uning o'rniga Sindbad, Aloiddin, Ali Baba o'xshash to'qilma shaxslarni paydo qilishdi. Shuning bilan bizning tariximizda faqat gunohkor qo'mondonlar, sarang olimlar, sevlik chirog' va uchar gilamlar bilan qahramon bo'lgan to'qilma qahramonlardan boshqa hech narsa qolmaydi. Agar siz musulmon bo'lib qahramon bo'lmoqchi bo'lsangiz, qog'zorg'anchiliklarga, qorong'u o'nkunlarga berishingiz lozim. Balkim siz u yerda Aloiddinning sevlik chirog'ini tepishingiz, faqat shu orqali birla vaqtda musulmon ham qahramon bo'la olishingiz mumkin. Chunki tarix hujumchilari sizdagi namunlarning hammasini tortib olgan. Namuna qarshingiz ko'z oldingizga xuddi sesigan meva shamolda o'ng'ayli uzilib tushib ketgandek sizga tuydirmasdan o'ng'ayli tushib ketgan edi. Qahramon Amr ibn As radhiyallohu anhu ana shundoq tarixiy qattiq salbiylashtirilgan shaxslardandir. Amr ibn As radhiyallohu anhuning bundoq tuhmatlarning yolg'on yavodoqlarning choplanish nishoni bo'lib qolish sababi bo'lsa, qo'yashdekli nihoyat ro'shandir. Chunki u zot Yahudiylar va ahli salib uchun nihoyat muhim bo'lgan Qudus shahrini fath qilish uchun yurish qilgan. Muborak Sham diyori qo'shilib tarixdan buyon islomning asosiy ikki tevriki deb sanalib kelgan Falastin va Misr zaminini fath qilgandir. Mana yuqori sabablar bu qahramonning tarixni xunuklaştiruvchilarning kimligini aniq bayon qilib berdi. Ular ahli salib sharqshunoslari bo'lib, ularning asosli vositalari ba'zi yollanma arab ziyolilari, shundoqla tarixdan buyon har qaysi joylardagi islom ummati yo'liqqan har bir xiyonatlarda dushmanlar uchun ajoyib xizmatlarni ko'rsatgan shialardir. Abjiq chiqib ketgan o'quv-o'qitish programmalarimizdagi qayta takrorlanadigan sahobalar o'rtasidagi murassa rivoyati ilgari bu ulug' islom buyukini ayblashimizga muhim sabablardan biri bo'lsa kerak. Bu rivoyat so'zlanishicha Ali va Muaviya sulhi to'g'riliq kengashib qaror chiqarishlari uchun Abu Musa Ash'ari bilan Amr ibn Asni vakil qilib tanlaydi. Ondan o ikisi Ali bilan Muaviyani mansabdan ilib tashlashga kelishib, Abu Musa kishilar oldida men Alini xuddi bu uzukni ilib tashlagandek ilib tashladim deganda, Amr ibn As Abu Musa xiyonat qilib, men Muaviyani xuddi bu uzukni barmoqimni qoldirganimdek o'ziyat qoldirdim deydi. Abu Musa Amr ibn Asni it deb tilasa, Amr ibn As uni eshak deb tilaydi. Bu yolg'on rivoyat islom tarixi bayon qilingan har qanday tarix darsiga asoslanigidek topiladi. Bu darslikni tuzgan kishining bizga payg'ambarimizning sahobalarni mana shunday xunuk ko'rsatishni xohlaydiganligi chiqib turadi. Darslik kitoblarimiz bizga bayon qilgan haqiqat bo'lsa, garchi bu rivoyat tarix tabari deganga o'xshash muhim bir kitobda bayon qilingan bo'lsa-mu, bu rivoyatning san'at va tekst jihatdan sahih emasligidir. San'at deganimiz rivoyat xotirlangandan tortib birinchi raviygacha bo'lgan raviylarning zanjirsimon holatidir. Tekst bo'lsa qissaning o'zidir. Tabari kitobining beshida kitobda faqat sahihlarni yozmasdan, balki anglagan sahih yoki sahih emas rivoyatlarni xotirlaganligini, tuzitish vazifasini o'zidan keyingi tarix ulamolari qoldirib qo'yganligini bayon qiladi. Lekin Tabari barliq rivoyatlarning sanadini inchiklik bilan xotirlagan. Bu murassallashish rivoyatida Abu Mahnaf Lut ibn Yahya ismli bir ravi bor bo'lib, u kishi yolg'onchi va rofiziy shiadir. Baholg'uchilarning hammasi uni tanqidlagan. Ibn Asakir uni rofiziy ishonchsiz degan. Ibn Ajar puchak xabarchi ishonga bo'lmaydi degan. Ibn Ma'in uni hech narsaga yaramaydi, yolg'onchi va rivoyat ilolmaydigan kishi deb sifatlagan. Demak, bu rivoyat san'at jihatdan hargiz sahih bo'la olmaydi. Tekst jihatdan bo'lsa, tekst u rivoyatni to'quvchining ahmoqligini aniq ko'rsatib beradigan galvonlarcha bir shaklda keltirilgan. Chunki Muaviya Amir uni mansabdan elitadiganға asla xalifa emas edi. Muaviya Ali to'qinishida xalifalik temisi ularning ko'ngliga asosan kirib boqmagan edi. Balki ular o'rtasidagi ixtilof Muaviyaning bir navri qarinishi Osman radhiyallohu anhu gunohkorlarning qo'lida naq o'ldirilgandan keyin uning qisosini qanday qilish to'g'risida bo'lgan edi. Ali radhiyallohu anhu hozirgi vaqt u xoinlarni darhol o'ldirishga munosib kelmaydi deb qarasa, Muaviya radhiyallohu anhu qotillardan qisos olib, ularga Allohning hukmini ijro qilish lozim deb qaraydi. Ozg'in aqli bor kishi boshqalarni eshak, it deb tillash faqat adab axloq tarbiyasi ko'rmagan kishidan sodir bo'lganligini bilalaydi. Halbuki ular tarixdagi eng yaxshi tarbiyachi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tarbiyasini qabul qilgan eng katta sahobalardandir. Nurg'un da'vatchi va shayxlar o'zlarining xutba va darslarida o'ylanmasdan so'zlashadigan yana bir yolg'on hadis bor bo'lib, u ham Amr ibn As to'g'risidir.
Bu zatning obrazini xunuklaştıradigan haqiqiy obyekt ekanligini tushuntirib berdi. U rivoyat bo'lsa, sizlar onalari yo'ri tuqqan kishilarni qachondan beri qul qilib oldinglar degan bo'lib, nurg'un kishilarimiz Faruq Umar ibn Xattobning odilligidan faxrlanib buni so'zlashadi. Halbuki bu ham sahih bo'lmagan rivoyat bo'lib, san'at va tekst jihatdan saxtadir. Umarni maqtashdan bekrek Amr ibn Asni salbilashtirish maqsad qilganligi uchun saxtadir. Bu rivoyatda Amr ibn Asning bir o'g'li bir Misrlikni urganligi, u Misrlik buni Ömerga shikoyat qilib borganda, Ömer radhiyallohu anhuning Amr ibn Asdan o'g'lini tang jazolab, Amr ibn Asqa sizlar onalari yo'ri tuqqan kishilarni qachondan beri qul qilib oldinglar deganligini rivoyat qiladi. Bu yolg'on rivoyatning sanadi uzuk va ojizdir. Uzuklik bo'lsa Ibn Abdul Hakamning Misr fatihlari nomli kitobidagi aniqsiz shaklda bizga so'zlab berishicha degan so'z oshkor bo'ladi. Mana bu mazkur yolg'on rivoyatni butunlay yo'q chiqaradi. Tekst jihatdan bo'lsa ahmoqlik ilgarigisidan tuvan emas. Bir odam men bir odamning gunohini ko'tarmaydiganligini bildigan Umar Faruq qandoqsiga o'g'lining gunohi uchun dadasini jazolasin. Aniqki bu yolg'on rivoyatda Amr ibn As va uning o'g'illarini xunuklashtirish maqsad qilingan. Chunki Amr ibn Asning o'g'illaridan Abdullah ibn Amr ibn As payg'ambar alayhissalomning hadisini tunji bo'lib to'plagan kishidir. Agar tarix hujumchilari Amr ibn Asning o'g'illarining tarbiyasi to'g'risida mushunday yolg'on rivoyatlarni tarqata olsa, u chog'da mushu sahoba rivoyat qilgan hadislarning hammasi shak va gumon nishoniga aylanadi. Undaqda Amr ibn As radhiyallohu anhu kim? Uning to'liq ismi Amr ibn As ibn Va'il bo'lib, Quraysh qabilasi Saym jamoatidandir. Alohida rahbarlik talantga ega buyuk islom qo'mondonidir. U o'zining zerikligi va pamparasi bilan nurg'un janglarda g'alaba qozongan. U Hijriyaning 8-yili Xolid ibn Valid va Osman ibn Talha bilan birga iymon etgan. Musulmon bo'lgandan keyin islom diniga yordam berish uchun qilich ko'targan mujohid va qahramon edi. U iymon etgan chog'da Rasulullohning tuvanlik so'zi uning qalbidagi Alloh va Allohning payg'ambari bo'lgan haqiqiy iymonni bayon qilib berdi. Kishilar musulmon bo'lsa, Amr ibn As mu'min bo'ldi. Amr ibn Asning dadasi jahiliyatda arablarning katta boshlaridan biri hisoblangan As ibn Va'il bo'lib, Amr dadasi bilan birga islomning eng ashaddiy dushmanlaridan edi. Iymon etgandan keyin hayotini islom va musulmonlarning xizmatiga atagan. U nihoyat o'tkir va farosatlik, mislsiz qo'mondon bo'lg'achqa, Rasululloh uni nurg'ulg'an qo'shin va janglarga qo'mondon qilib avatgan edi. Hatto iymon etib necha oydan keyin uni Abu Bakr va Umar qatorliqlar bir qo'shinga bosh qilib tayinlagan edi. Keyingi davrlarda u Sham fatihlardagi qo'mondonlarning biri bo'ldi. U Falastinning fatih qilg'uvchisi va Qudus qo'shinining qo'mondoni bo'lib, G'azza, Sabsatiya, Nablus, Amwas, Bayt Jibrin, Yafa, Rafa shaharlarini fatih qildi. Keyin islomning eng muhim bir qo'rg'oniga aylangan Misrni fatih qilib, musulmonlarga bebaho bir sovg'in taqdim qildi. Umarning oldida Qudus Baytul Muqaddasning qurshoviga aylanganligi va shu chog'dagi Amr ibn As radhiyallohu anhuning ko'rsatgan pamparasi tilg'ansa, Rumlarning Artabunga arablarning Artabunni soldoq deydi. Artabun Rumning donglik va parasat qo'mondonlarining birining ismi. Amr ibn Asning Misr shaharlaridagi fatihlari arq-marqa davomlashdi. Oxiri u Iskandariyaning sepillariga yetib kelib, sepillarni 50 mingdan ortiq rumlik bilan qo'shib qurshovga oldi. Qorshov jarayonida Herakli o'ldi. Uning varisi bo'lgan Ufksi musulmonlar ustidan g'alaba qozonmaslikka jazm qo'yib, Muqawqisni faoliyatga yerdan chaqirtib kelib, Amr ibn As bilan so'zlashishga taklif qildi. Mana bu Qudusning birinchi fatihi. Misrning buyuk fatihi gigant Amr ibn As radhiyallohu anhuning qisqacha tarjimasidir. Aqsoda bir kishi Parvardigorga sajda qilsa, ustinki Misr yezlarining birida Alloh zikr qilinsa, Nil bo'yida bir dehqon etizib turib namoz o'qisa, shularning ajridan hech narsa kamaytilmasdan uningga o'xshash ajr beriladi. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min Uzma'u Ummatul Islam G'ayru Majrid Tarix nomli kitobi. Tarjimada Abu Ibrohim Nuruddin.